Animelarni sifatli va o'zbek tilida tomosha qilishni xohlaysizmi? Unday bo'lsa, Aniblan.uz platformasiga tashrif buyurishingiz mumkin. U yerda siz juda ham ko'plab animelarni o'zbek tilida tomosha qilishingiz mumkin. Havola esa video ostida va kommentariyasida bo'ladi. Tasavvur qiling, siz mutlaqo notanish dunyoga tushib qoldingiz. Qo'lingizda faqat bitta paket chips va telefoningiz bor. Atrofingiz esa g'alati maxluqlar va tushunarsiz qonunlar bilan o'ralgan. Ko'pchilik isekai janrini shunchaki qahramonning super kuchiga ega bo'lishi deb o'ylaydi. Lekin ReZero bizga boshqa narsani ko'rsatdi. U yerda omon qolish uchun faqat aqlingiz va cheksiz o'limlaringiz kerak bo'ladi. Salom hammaga, men Neko. Bugun ReZeroning dastlabki 5 ta qismini tahlil qilamiz. Qahramonimiz tushib qolgan qirollikdagi qorong'u sirlar, magiya tizimi va oddiy yigitchaning qanday qilib psixologik tuzoqqa tushib qolgani haqida gaplashamiz. Qani boshladik. Kunlardan bir kun oddiygina bir yigitcha, keling uni Subaru deb ataymiz. Do'kondan chips sotib olib uyga qaytayotgan edi. Hech qanday buyuk maqsad va hech qanday qahramonlik orzusi yo'q. Shunchaki oddiy bir oqshom. Lekin bitta ko'z yumib ochish va hamma narsa o'zgardi. Na mashina urib ketishi va na yuk mashinasi. U shunchaki notanish dunyoda paydo bo'lib qoldi. Subaruning qo'lida hali hamon o'sha chips paketi, lekin qarshisida mutlaqo tushunarsiz qonunlar bilan yashaydigan qirollik turardi. Subaru bu dunyoga tushishi bilan o'zini tanlangan qahramon deb o'yladi, lekin vaziyat tez orada o'zgardi. Birinchi bo'lib u malika yoki sehrgarga emas, balki oddiy ko'cha bezorlariga duch keldi. Hech qanday super kuchi bo'lmagan Subaru uchun bu o'lim bilan teng edi, chunki u yerdagi ko'cha bezorlari juda ham shafqatsiz bo'lishgan. Subaru o'ylagan sarguzasht birinchi 10 daqiqadayoq tugashi mumkin edi, agar Stella ismli qiz paydo bo'lmaganida. U Subaruni qutqardi. Bizni qahramonimiz minnatdorchilik bildirish sifatida uning yo'qolgan narsasini topishga va'da berdi. Ular shahar chetidagi eski bir omborxonaga borishadi. Sababi esa Subaru ana shu o'g'irlangan buyumni va o'g'rini ko'rgan va eslab qolgandi. U Stella bilan birgalikda ana shu o'g'irlangan buyum va uni o'g'irlagan shaxsni qidirishga tushishdi. Boshida bu anime shunchaki romantik komediyaga o'xshab tuyuladi, ammo oxiriga kelib butunlay hammasi o'zgaradi. Subaru oxir-oqibat ana shu o'g'rini topdi. U jonbozlik ko'rsatib ichkariga birinchi kiradi, lekin ko'p o'tmasdan oyoq tagidagi qonni ko'radi. Uning qarshisida dahshatli manzara turardi. Subaru bir necha soniyadan keyin o'zi ham bilmagan holda yerga yiqildi. Uning orqasidan esa Stella xonaga kirib keldi, ammo Stella ham ko'p o'tmasdan yerga yiqildi. Animening birinchi qismidanoq bizni bunday dahshatli epizod kutib turishini hech kim kutmagandi. Subaru va Stella noma'lum tarzda o'lim topishdi. Subaru uni kim o'ldirganini ko'rishga ham ulgurmadi. Ichkarida esa Subarudan tashqari yana boshqa murdalar ham borligini bilishimiz mumkin. Subaru o'limidan bir necha soniya avval uning qorni chidab bo'lmas darajada og'riyotganini sezgan edi. Sababi Subaru qorin qismidan o'tkir pichoq bilan jarohatlangandi. Ammo buni kim va nega qilgani hammamiz uchun noma'lum bo'lib qoldi. Qahramonimiz Subaru ko'zini ochganida qorindagi dahshatli og'riq yo'qolganini sezdi. U yana o'sha bozor o'rtasida, yana o'sha olma sotuvchisi qarshida turibdi. U uchun xuddi boyagi qonli sahna shunchaki yomon tushdek tuyulardi. Lekin bitta farq bor edi. Subaru hamma narsani, har bir og'riqni soniyalargacha eslab qolardi. Tasavvur qiling, siz bir qiyin topshiriqni bajaryapsiz va xatoga yo'l qo'ydingiz. Tizim esa sizni avtomatik ravishda xato qilganingizni bilib, orqaga qaytarib yuboradi. Xuddi checkpoint kabi, Subaruda ham xuddi shunday voqea kuzatildi. U ham topshiriqni bajara olmadi va ortga qaytarildi. Olma sotuvchisining "Olma sotib olasanmi, yigitcha?" degan gapini qayta eshitish Subaru uchun bu shunchaki deja-vu emas, balki bu dunyoning g'alati qoidasini tushunish uchun birinchi qadam edi. Endi kutib oling, Subaru endi har bir narsaga tayyorlangan, o'zicha kuch to'plagan yigitcha bo'lib olgan. Voqealar xuddi o'yin syujeti kabi bir xil bo'layotgandi. Uni boyagi 3 ta ko'cha bezorlari yana ushlab oldi. U Stellani kutib o'tirmay o'zi omborga boradi. Maqsadi o'sha o'g'irlangan narsani sotib olish va hammani qutqarish. Subaru u yerga yetib bordi. U yerda o'g'ri qiz Feld va baquvvat qariya Rom bilan tanishib, ular bilan savdolashishni boshlaydi. Ulardagi pul birlik Subaruning olamidan butunlay farq qilgani uchun Subaru pullar o'rniga o'zining telefonini o'g'irlagan buyumga almashtiradi.
Hamma narsa silliq ketayotganda, qachonki eshik taqillamaguncha va o'sha Bara Vatakari o'zbekchasida qorin yorar Elza kelmaguncha. Ular avvaliga tinchgina savdolashishdi. Buyumni sotib olishga esa Elzani puli kamlik qildi. Oxirida Elza shunchaki ketmoqchi bo'ldi va Subaruga bu buyumni nima qilasan deb so'radi. Subaru esa ehtiyotsizlik bilan uni egasiga qaytarishni aytdi. Elza bu javobdan xursand bo'lmadi va birdan ularga hujum qilishni boshladi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, qahramonimiz Subaru hali bu olamda kimga qanday muomala qilishni yaxshi bilib o'rganmagandi. Ustiga ustak uning qarshisida mashhur qorin kesuvchisi Elza turgandi. Qorin kesuvchisi qanchalik xunuk eshitilmasin, bu haqiqat. Shunaqa tarjima qilinar ekan. Elza qariya Romni, bitta o'g'ri Feldni ham o'ldirdi. Oxirgi navbat Subaruga keldi. Subaru o'zini himoya qilishga qattiq harakat qildi, ammo u hali ham kuchli jang qilishni bilmasdi. Ammo shu ayon bo'ldiki, bundan avvalgi o'limida ham bu yerda Elza bo'lgan ekanligini va ikki qahramon Subaru kelishidan avval yo'q qilinganini tushunib yetdi. Jang oxirida Subaru muvaffaqiyatsizlikka uchrab halok bo'ladi. Subaru yana ko'z ochgach, u o'zini yana o'sha olma sotuvchisi oldida ko'radi. Har doimgidek bu safar yana o'sha voqealar takrorlanadi. Bu narsani hech kim eslay olmasa-da, faqatgina Subaru eslab qolardi. Har doimga trio uni yana kutib oladi. Bu safar Subaru aqllilik qilib va jahl ustida ularga qarshi birga bir jang qiladi. Natijada esa Subaru pichoqdan yaralanadi, lekin u yerda bizga Reinhardt ko'rsatiladi. U ana shu hududning tartib posboni bo'lib, u yerdagilarga yordam berardi. Uning kuchi rostdan ham juda ko'p bo'lgan. U Subaruga yordam beradi. Subaru bu safar omborga juda ham erta bordi va ular bilan tezroq savdo qildi va birdan keyin yana eshik taqilladi. Feld eshikni ochdi, lekin u yerda endi Elza emas, Stella turardi. Subaru Stellani yaxshi tanir edi, ammo Stella uni birinchi marta ko'rib turganligini aytdi. Lekin u yerdan tezroq juftakni rostlab yuborish kerak edi. Sababi ko'p vaqt o'tmasdan u yerga Elza keladi. Kutilganidek yana jang boshlandi. Bu safargi jang ham o'tgan safargisidan juda ham qattiqroq bo'ldi. Stella Subaruga yordam berdi. U o'z sehri bilan va uning mitti yordamchisi Pak bilan Elzani biroz bo'lsa-da ushlab turardi. Subaru esa Feldni qochishi uchun imkon yaratib berdi. Bu vaqtda Feld qochib qolishga ulgurdi. Qariya Rom esa qattiq jarohat oldi. Kun kech bo'lib qolgani sababli Stellaning kichik do'sti toliqib qoldi va jangni tark etdi. Endi Subaru va Stella Elzaga qarshi jang qilishardi, ammo Elza juda ham kuchli edi. Ko'p vaqt o'tmasdan u yerga Reinhardt keladi. Uni esa Feld yordamga chaqirgandi. Feld ko'chalarda sarson bo'lib, odamlardan yordam so'rardi va birdan uning qarshisida Reinhardt paydo bo'ldi. Feld Reinhardtga bor voqeani tushuntirdi va Reinhardt voqea joyiga yetib kelgandi. Reinhardt o'zini qilichini hatto ishlatmadi ham. U qilichsiz ham Elzani yenga olardi. Elza va Reinhardt ko'p jang qilishmadi. Natijada Reinhardt juda ham kuchli texnikani qo'lladi. Bir muddatga hamma yoq oq nurga to'ldi. Atrof vayronaga aylandi. Elza esa yo'q qilindi deb o'ylashdi. Stella qariya Romni davoladi. Subaru va nihoyat ertangi kunni ko'rishga sazovor bo'ldi. Stella esa Subarudan qarzdor ekanligini aytdi. Subaru bundan foydalanib uning haqiqiy ismini so'radi. Stellaning haqiqiy ismi esa Emilia bo'lib chiqdi. Shundan keyin Emiliyaga mitti o'g'ri Feld o'g'irlagan nishonini qaytarib berdi. Bundan xabar topgan Reinhardt Feldni og'ir va kechirib bo'lmas jinoyat qildi deb hibsga oladi. Lekin shu vaqtda qaysidir vayronalar ichidan yaramas Elza chiqib keladi. Bu safar u mag'lub bo'lganini tushunib, voqea joyidan qochib ketadi. Subaru esa yerga yiqiladi. Sababi uning qornida kichik yara bor edi. Ertasi kuni u qandaydir qirollikda qayta o'rnidan turadi. U yerda esa Subaruni juda ham ko'p sarguzashtlar va yangi do'stlar kutib turardi. Lekin bu voqealarni keyingi videoda ko'rib chiqamiz. Bugungi video mana shu joyda o'z yakuniga yetadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida neko bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Mobil o'yinlarga qiziquvchilar uchun biz o'zimizning James Fire donat servisimizni taklif qilamiz. Bizning xizmatlar arzon, tezkor, eng muhimi esa ishonchli. Servisimiz orqali PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends kabi boshqa ko'plab o'yinlarga xohlagan vaqtingizda donat qilishingiz mumkin. Servisimiz xizmatlariga 100% kafolat beramiz. James Fire